Nima uchun aynan titul varaqasidagi javoblarni belgilash joyi yumaloq shaklga ega? Qog'oz gapiradi. Darhaqiqat, millionlagan insonlarning taqdirini mana shu bir parcha titul qog'ozi hal etadi. Nima uchun aynan titul varaqasidagi javoblarni belgilash joyi yumaloq shaklga ega? Buning o'ziga yarasha 3 ta sabablari bor. Uchinchisi aynan sizni hayratda qoldiradi. Birinchi sabab, to'rtburchak yoki uchburchak shakl abituriyentlarga vizual bosim beradi. Bu esa ularning asabiylashishi va stressiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab albatta vaqt masalasi. To'rtburchak yoki uchburchak shaklni belgilash abituriyentdan juda ko'p vaqt talab etgan bo'lar edi. Shuning uchun ham javoblar varaqasida yumaloq shakl tanlangan. Aytingchi, siz uchun qaysi shaklni bo'yash osonroq bo'lardi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Men esa uchinchi sababni aytaman. Uchinchi sababimiz, zamon qanchalik rivojlanmasin, optik tekshiruvlarda o'tayotgan paytda bu shakllarda texnik xatolik bo'lishi mumkin. Shaffoflikni ta'minlash va tanish-bilishlikni oldini olish uchun esa albatta yumaloq optik tekshiruv eng afzali hisoblanadi. Shuning uchun dunyo standartlariga ko'ra eng muhim imtihonlardagi savollar varaqasi yumaloq shaklda beriladi. Barcha abituriyentlarga omad tilagan holda bir varaq titul bilan albatta mashq qilib ko'rishni tavsiya etgan bo'lar edik. Agar video siz uchun qiziqarli bo'lgan bo'lsa, yoqtirmani bosib qo'ying va abituriyentdosh do'stlaringizga ulashib qo'ying.